Sirdaryodan bemor kelgan, 91-yil, men o'zim teng qurum ekan. Bemorda azospermiya urug' foizi 0, uylanganiga 5 yil bo'lgan. Eng qizig'ini aytaman, shu Toshkent shaharda o'zida ham ismi familiyasini aytamiz. Nima degan edi? Donor topib. Urug'in 0 dedi. Urug'in 0 donor qilib birovni urug'ini ek beraman, bolali bo'lasan degan. Bu gapni yana qayerda aytgan? O'zingizlarda kimdadir, qanaqadir doktorga borganda, seni urug'ing 0 donor qilib beraman, birovni urug'ini ek beraman, bolali bo'lasan degan. Bemor unamagan, chunki bu diniy tomonlama bu odamda hamiyatiga boshqasiga to'g'ri keladigan narsa emas. Bemor meni oldimga keldi bugun. Mana 11-12-da spermogramma topshiryapti, 100 ming dona urug' chiqyapti. Shu yo'q, meni hamiyatim ko'tarmaydi degan uchun Xudo taolo berib, mana 100 ming dona urug' chiqyapti. Hech qanaqa operatsiya kerak emas. Hech narsa kerak emas. Mashini o'zidan Xudo xolasa eko qilib beramiz, shuni o'zidan Xudo xolasa bolali bo'lasiz. Xo'p.